Assalomu alaykum bizni YouTube'da ko'rib turganlar va tasodifdan ko'rib qolganlar. Barchalarga Chotki Show nomidan alangalik salomlarimiz. Afsuski bugun ko'rsatuvni o'zim olib boraman. Buni ba'zi bir sabablari bor, aytib yotmaymiz. Lekin shunga ishonavering, bugun ko'rsatuvimiz ham eng maksimal kayfiyatda o'tadi. Bunga va'da beraman. Vaqtni ko'p cho'zmasdan bugungi mehmonlarimizni e'lon qilsam bo'ladi. Bizni bugungi mehmonlarimiz ko'pchilik jamoasining a'zolari Timur hamda Madina. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi. Yaqin ukam bo'ladi, sansilab gapiraman. Lekin bo'y aytmayapti-da, yaqin ukam. Yaqin ukam bo'lib qoldi. Xullas, qalaysizlar, kayfiyat? Zo'r. Qanaqadir ozgina xomushsizlar. Qornimiz och, shu uchun. Ko'rsatuvda ovqat berilmaydi. Limon bilan qalampir bor ekan. Yeya olasizlar? Non norasiga solib. Demak, hozir o'tirib olamiz. Keyin ko'rsatuvning shartlarini, savollarini tushuntirib o'tamiz. Qayerga ber? Mana maxsus joy. Rahmat. Qani marhamat. Xo'sh, yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Chotki show. Chotki show. Ko'rganmisizlar o'zi shu? Ko'rganman. Menga yoqadi anu Abbos aka bilan chiqqan sonni. Xo'p, yana qaysi sonlari bor? Rayhonlar bilan singillarmi? Xo'p, yana bittasi. Yana bittasi. Faxriyor bilan Hamid. Voy, yaxshi. Abloshkalarni zo'r ko'raman. Ha. Faqat abloshkalarni. Yo'q, nimani ko'rganman degan, ya'ni ko'rganman. Madina sizchi? Ko'rmaganman. Qanaqadir mensimasdan aytdi. Yo'q, umuman ko'rmaganman, rost aytishim. Ot tasha, hayvonlar. Ya unaqa ko'rsatuv ko'ra olmaydi-da o'zi. Bo'lmasam bunaqa O'zbekistonda bunaqa yuqori darajadagi ko'rsatuv borligini bilsa ko'radi. Xo'p, bir ikkita savollar bor. Savoldan oldin Yo'q bilan aytib. Yo'q. Xo'p. Choy ichasizlarmi, kofemi? Nechasi? Bardak choy. Bardak choy. Bo'lsa ham bizda chaldik. Ay, bermaysizlar. Yo'q. Xo'p, savollarni boshlaymiz. Birinchi shartlar emas, shunchaki tanishib olish uchun savollarim bor. Xo'p, birinchi savol. Kecha uxlamasdan tuzib chiqdim, ozgina adashdim, to'g'ri tushunasizlar. Deyman. Ko'pchilik jamoasini adashmasam shiori, ko'pchilikni hali mediada aytadigan gap ko'p bo'lsa kerak, chunki juda ko'p kontentlarda, juda ko'p videolarda aynan shu aytib o'tiladi. Xo'p, endi savol. Nimalar demoqchi? Ko'pchilik jamoasi mediaga. Xo'p. Juda ham o'tkir savol, ha? Qara, uxlamasdan tuzganimga arzik. Halol. Xo'p. Ko'pchilik Men haligacha komandaning har bitta bolani potensiali 100% chiqqanini ko'rganim yo'q. Hali imkoniyat 100% dan 99% turibdi. Xarakterlar shakllandi lekin. Hozir ko'pchilikni komandasidagi ko'pchilikda Mhm. shunaqa narsa bor, baribir o'zini komfort zonasi qilgan, chunki ko'pchiligi televideniyadan o'tdi, to'g'rimi? Boshqa aktyorlik o'qishda o'qigan, baribir bu narsa ancha o'rganishga qiyin bor. Shuning uchun aytmoqchiman, hali 100% bolalar imkoniyatini ko'rsata olsa, hali boshqa darajaga chiqamiz. Hozircha bu baribir zinani birinchisi deb hisoblayman. O'shaning uchun aytaman, hali ko'p gap ketadi. Jamoada hali full ochilmagan kim deb hisoblaysan o'zi? Liniyasiga tushib olmagan. Aziz? Aziz ham ochilmagan. Aziz Ochilsa nima bo'ladi? Devorlarda sakrab. shunaqa. Mana o'ynaydi. Aziz hali 100% ochilmagan. Madina. Iye, Madina. Yoqmaydi dod hozir bu gapi bilan. Ochilmagan hali dod. Qirralari ko'p dod. Ha, yo'q-ey. O'sha uyalishligini sal Hozir ham sezilib turibdi qanaqadir. birinchi nimasida ko'pchilik hali hammasini potensialini ocholmaganim uchun hali imkoniyat qanaqaligini o'zim bilaman, lekin odamlarga bu narsani ko'rsatmaganligi uchun shu uchun aytaman, hali ochilib ketsa meziga yetadigan gaplari o'shanda. Televideniyaga kirish ham mumkinmi? Komandam qaytishi ham deysan. Albatta. Yo'q, menimcha yo'q. Zo'r kanaldan zo'r ko'rsatuvga taklif tushdi. Faqat sen o'zingga. Jamoa tark etishing mumkin? O'ptangiz aytaymi? O'z mana shu narsa man 6 oy ishlagan bo'lsa, 6 oy bo'lgan demakki. Tashadduk. Xo'p. Ha, yaxshi. Sodiq akansa komandaga gap yo'q. Keyingi savolga o'tamiz. Oxirigacha aytdi. Sodiqdan navbai. Xo'p, davom etamiz. Juda kuchli savol bor. Komanda gullab turgan payti 2 ga bo'linib ketdi. Eng pikka urayotgan payt, topga chiqqan payt 2 ga bo'linib ketdi. Bu qanaqa ta'sir qildi hammaga, jamoaga? Bar misol uchun yonida kimdir yo'qolib qolsa, sira seziladi. Nafaqat senga, butun komandaga seziladi.
Yo'q, men o'ylayman, komandaga bolalarga plyus bo'ldi mendan tashqari. Chunki hamma bo'li уже o'zini maksimalini ko'rsata olishligi o'ziga ishonadi. Oldin juda ko'pchilik buni bildi, tuzatadi. Kommentariyalar o'sha bo'lingandan keyin biz ijod qilish boshlaganimizda kommentariyalarda hamma aytishdiki, shu bolalar ochilishni boshladi mana endi. Qlandigilar ko'rsatishni boshladi. Kashf bo'lishdi. Bolalar tarafı bizga yoqdi, endi ko'pchilik yoqmadi degan. Bolalar ham aytadi soatida, o'zlariga ham ishonib ko'rdi. Endi bu yoqda bitta mendan tashqari, bundan qolgan hammaga mantiqli bo'lgan, komandaga ham plyus bo'ldi. Nimadir yetmay turibdi, maktabda konkurensiya va ba'zi tushunarli. Madina sizga qanaqa ta'sir qildi? Yaxshi ta'sir qildi. Qaysi tomonlama yaxshi? O'sish borasida. Sizni menimcha eng yaqin dugonangiz edi-ya? Qanaqa hissiyotlar o'tdi dugonangiz? Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. Bu savolga to'liq javob ola olmadim, mayli. Chuqurlashmadim. Jamoada kimning xarakteri qanaqa? Misol uchun kim uyquchi, kim arazchi, kim asabiyroq, kim erinchoq? Har bittasiga bitta-bittadan kommentariy berib ketamiz. Xo'p? Madinadan boshlaymiz. Uchchi. Xo'p. Yana ish yoqmas. Ha, Madinaning o'ziga shuncha kommentariy. Asli bitta aytamiz. Ha, yo'q, bitta. Bitta. Xo'p. Ish yoq. Bo'ldi? Ish yoqmas. Xo'p, keyingisi Samir misol uchun. Samir omadsiz. Kommentariyani qarang. Omadsiz. U o'zi xohlab emas-u. Yo'q. Misol uchun erinchoqlik o'zi xohlab bo'ladi, uyquchilik o'zi xohlab bo'ladi. Omadsizlik u qandoq? Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, deyarli yomon taraf yo'q Samir. Harakat qiladi. Sen uchun ideal. Ko'raman. Ha, harakat qiladi, mehnat qiladi. Bilasan, omadi yo'q-da, aka. Hammadan zo'r ijod qiladi. Yozadi, qiladi, transmotorlar ushmaydi. Shahzo bilan video qilamiz, Shahzo kelmaydi, omad qisqa javob deb oladi, lekin harakat qiladi. O'shanga Albatta. qolsiz kanalingizga Qorong'ulikdan keyin yorug'lik keladi albatta. Xo'p, Aziz. Aziz hayolparast. Keyin ko'p noto'g'ri qarorlar chiqarib qo'yadi. Xo'p. Yillik narsani bir anavi hislatmas-u, narsa, lekin o'zi aytadi-ku, o'zi qo'g'lab qiladi endi. O'zi mana shunaqa o'ylab, shunaqa qarorlar, noto'g'ri qarorlar qilib qo'yadi. Qaror qiladigan otasi. Yani ishyoqmas bu ham. Ishyoqmas bu kitobni oldi, ishyoqardi. Bo'ldi shular. Prosmotr yaxshi bo'lgandan keyin ish yoqmas bo'ladi deb hamma. Mana ketmas narsani aytdi. Hammada bo'ladi u narsa. Bu normal holat. Video prosmotr bo'lsa qanaqa siz tushunsangiz? Nu, hozir ijod qilmayman-u. O'sha paytlar yomon edi. Hozirgi paytda bo'lsa yaxshi. Yaxshi. Hozirgi paytda yaxshi. Qancha? 66 ming. Sanki qancha? 5 ming. Davay battle qilamiz. Yo'q. 100 ming prosmotr urib yotadi-da. Bu bo'lmayapti. Shukr qilish kerak. Bu noshukrlik deyiladi aslida. Tamandan yo'q. Ye, so'rab olasan. Xo'p, keyingisi Gulzoda, davay. Gulzoda mas'uliyatsiz. Yaxshi. Bu qizlardan aytaman, erkaklar aytaman-da. Bu narsalar hech kimga chuqur emas. Sal inson bo'ldi bo'ladi endi. So'ragan-ku. Mas'uliyatsiz bu ham shoqmasroq, komanda zo'r ketib, prosmotr sal bo'lmasa bo'ldi, hammani tashlab. Bular shunaqa. Xo'p, oxirgi ishtirokchi. Shahzo komandada menimcha eng qattiq kerakli odamni biladigan odam. Xo'p, yomonlash kerak. Yomonlash. Yo, yomonlar. Bizga shu kerak o'zi, buni ketish kerak ko'pchilik. Shu uchun chaqirdik o'zi biz. Shahzo topdi. Qidirib topdi. Xo'p. Xafa qilsanglar kerak-da. Xafa qilsanglar. Ha. Shahzo Qiz bola endi baribir. Niyatim urishtirish, jonsanmi? Tushib bo'lganmisiz? Lekin hamma zo'r, hamma ijodiy просто o'sha sal-sal kichkina nimalari bor, ijalari bor, o'shalarni to'g'rilab bo'ladi. Yaxshi, juda ham zo'r. Ishqilib zoklarimiz bor-a, hurmatli operatorlar. Yo'q, albatta. Vafo! degan qo'shiq yomon yoqib qoldi. O'tgan safar syomkadan bitta voqeani aytib bering. Ko'rsatuv zo'r o'tdi. O'rtasiga yetganmiz, shartlar zo'r, ajoyib pozitiv kayfiyat. O'rtasiga keldi, davlat mana shu yerda turdi, menga "Hey" dedi. Men kadr turdim, ha. Zo'q yo'q dedi. Hali ham yo'q. Shu uchun xaritmol g'ash so'rab qo'yaman. Mana o'zingizlar qarab ham turinglar. Men yashil yonib tursa yozayotganman. Ha, yashil. Bo'ldi. Demak, savollar bilan qiynamayman. Cho'ta chuqurlashib ketamiz. Shuning uchun shartlarni boshlaymiz. Bo'ldi, savol tugadi. Savollar tugadi. O'zi bizlarning ko'rsatuv savollarga qurilmagan. Shunchaki o'zim qiziqtirgan 3 ta savol berib oldim.
Endi esa shartlarga o'tamiz, asosiy qismga. Ko'rsatuvimizda 5 ta shart bo'ladi. 5 ta shart. Bugun rosa qiynalasizlar. Yutgan odam shunchaki yutdi. Yutqizgan odam jazo barabaridan aylantiradi. Jazo har bitta shart yutqizgan odam. Ko'p, endi ularni tushuntirib o'taman. Qaraymiz, marhamat. Qalampir. O'ylab turibsizlarki, qalampir yeyish. Hech nimasi suv, non, pon kerak emas. Instagram bizning akkauntimizga obuna bo'lasizlar va umrbod attestatsiya qilmaysizlar. Nimadir foyda qilishim kerak-ku mana. Xo'p, keyingisi pul. Qiziqarli pul berasizlarmi? Yo'q. Agar pul chiqib qoladigan bo'lsa, birorta mashhur shaxsdan, xalqimizga yaqin bo'lgan shaxsdan telefon qilib qarz so'rash kerak. Summasi noma'lum, no ko'rsatuvdaligini aytish mumkin emas. Tushunarlimi? Ha? Limon tushsa limon yeymiz, X tushsa shart yo'q. Bajarmaydi shart. Hech qanaqa shart bo'lmaydi. Agar men quchoqlashib turganim tushsa, noto'g'ri tushunmaylar. Yerga tushib ketib qoladi. Sheriga shart beradi agar o'shanisi tushsa. Tushundinglar? Agar sen yutqizib o'sha tushsa, Madina senga shart beradi. Ha, bo'ldi. Bir kurga aylanib kelgandan keyin misol uchun qalampir yana tushib qolgan, undan o'ng tomondagisi bajaradi. Bo'ldi. Tushunarlimi shartlar? Demak bizda birinchi shart. Ketdik. Demak bizda birinchi shart mantiqiy savollar. Hozir men sizlarga 3 ta mantiqiy savol beraman. Faqat o'ylab, javobini topgandan keyin men o'rtadagi jiringlarni jiringlatasizlar va javob berasizlar. Jirgantirib o'ylab. Yo'q, unaqasi mumkin emas. Hammasi kuzatyapsiz. Tushunarlimi? Kameralar bilan. Tushunarlimi? Ha. Xo'p, demak bizda birinchi mantiqiy savol. Qiz uzukni choy to'la piyolaga tashladi, lekin uzuk ho'l bo'lmadi. Buni qanday sodir bo'ldi? Choy yo'q edi. Quruq choy ustiga tashlagan. Yaxshi. Sen jim bo'lib turibsan. Sen jim bo'lib turibsan. Sen quruq nima deysan? Choy yo'q edi. Choy yo'q, quruq choy. Farqi bor javobda. Demak, hisob 1-0. Hozir 1 gol chiqdi. Demak, ikkinchi savol 1-0. Angliyada birinchi o'rinda, Daniyada futbol haqida emas. Angliyada birinchi o'rinda, Daniyada ikkinchi o'rinda, Braziliya uchinchi o'rinda, O'zbekistonda yo'q. Gap nima ketmoqda? Yaxshi. Siz qayerdan bilasiz? Qani to'g'ri, nima toptirim? Madi, rostdan noto'g'ri o'ynayapsiz. Bosmadingizmi? Men bilan Bosmadi. Yo'q, menga sizlar o'rdimanmi? Bosmadingizmi? Men har doimdan aql. Ko'pchilikni stopas. Men har kuni qo'shib bildirman. Bo'ldi, uchinchisini san toparkan. Uchinchisini san toparkan. Xo'p, uchinchi savol. Shunday mo'rt narsa borki, nomini aytilsa ham buziladi. Nima? Shunday mo'rt. U mo'rt nima degani? Nozik. Mo'rt. Nomi aytilsa buziladi. Ko'ngil. Juda chiroyli. Qalb yarasi. Yo'q. Shunday mo'rt narsa borki, mo'rt. Nomi aytilsa buziladi. Shunday mo'rt narsa bor. Nomi aytilsa buziladi. Hali o'sha o'ylayapman, Qayta esimga tushib tursan nomi. Faqat senga aytyapman, men bilasiz. Yo'qsiz. shunday mo'rt. Boshqa. Maktablar oxirgisini, oxirgi harfini. Shunday mo'rt narsa, mo'rt. Mo'rt nimaligini tushundinglar, to'g'rimi? Nozik, buzilib ketadi. Bo'ldi, bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Boshqa ayting. Nitonazini kemasizlar. Salom krasati. Bunday mo'rt narsa borki, nomi aytilsa buziladi. Topdinglarmi? Topolmadinglarmi? Yo'q. Aytaveraymi? Achinib qolasizlar. Surat. Qarang, yalnız topar. 2 minut bo'lgan topar. Oxirini ham aytaman. Xo'p. Demak, hisob 2-0. Ikkita savol qoldi. Agar durang bo'lishi imkoniyati bor. Ha, bo'ldi. Qani odamlardan, O'tgan yili yoqqan qorni qanday topish mumkin? O'tgan yili yoqqan qorni qanday topish mumkin? Suratda. Qanday? Izohlab berchi? Rasmda o'tgan yili qor topdik. Qor topish, ko'rish. Rasmda ko'rish boshqa. Qormi? Qor. Yo'q, qor. Topdingmi Madina? Birinchi bosib keyin javob bering. Olib qo'yaman jiringlar. Nima deysiz? Xo'p, javobni topdingizmi? Men bu sizga qabul qilaman, aytavering. Siz javob Aniq keyingi o'sha yilda yoqqan qolgan. to'liq javob bering. Tushunarli. Meni javobimga tushmayapti.
Bosib javob bering. Hozir topib olaman. O'tgan yilgi yoqqan qori keyingi yil ham xuddi o'sha qor yog'adi, o'sha ketishim mumkin. Menimcha noto'g'ri javob. Yaqinlashmadingiz. O'tgan yil yoqqan qorni qanday topish mumkin? Bitta paketga solib qo'ysa, xalatiga solib qo'ysa bo'ldi. Qordiya. Ha. O'tgan yil yoqqan qorni qanday topish mumkin? Boyagi Madina ketib qoldimi deyman. Kim yozgan bu savollarni? O'zi? Madina yozgan. Ayting, yozgan bo'lsangiz. O'tgan yil yoqqan qorni Keyingi qanday yil topish tushib mumkin. Yozchi, nima qiladi? Yozib qo'ymaydi. Shunday. Keyingi yil qissalar kirib qoldi. To'g'ri javob. Qanday keyin To'g'ri. o'tgan yil yoqqan qorni qanday keyingi yilda topish mumkin? O'rtada bitta yo'l bor-ku. Keyingi ham bo'lmaydi. Buni iya. Xo'sh, qazab nima dedi? Bo'lmaydi keyingi yil. 31 dekabr kuni. Xo'p, Yani 1-yanvar topdi. to'pa. Gap yo'q. 5-san qoni. Sanga imkon. Xo'p, u sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'p foydalanadi. Savol hali bor. Baribir siz jiranglaysiz birinchi. Hozir savolni o'qiyman, keyin birinchi siz javob berasiz, bossing. Bu banga 20 marta men savol beradi. U sizga tegishli, ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'p foydalanishadi. Bu nima? Zo'r, gap yo'q. Jiggly, hey jelly, shaky, shaky, hey. Cho'bir. Yutqizing. Barabarlaylar. Ana bu sindirmali ekan. Oyoq qiyin. Ketdi. Bismillah. Ya, una, ey. Nima? Aylantiryapsiz jonni. Qirlab ketsin. Yemadim. 42 ta emas, dedi. Ketdi, sharmanda qilma. Qani qaysi tomon yaqinroq? O'ngda bu yoqqa yaqinroq. Qalampirgami? Yo'q, menimga. Qalampir. 100%. Qarang. Hakamlarimiz. O'tir. Bo'ldi, o'tir. Marhamat. Nima? Madina shart beradi. Yo'q, men Madina xohlagan shartingiz berishim. Qarz so'rang, pul so'rang, qarz so'rang, pul so'rang. Xohlagan birorta kechirim so'rasin sizdan hammani. Siz cho'kka. Gullarga qarayapsiz. Gullar bilan bahor raqs bo'ldimi? Qara. Ham chiqqan. Meni O'sha ishlaydi. bor o'yinga. qaysi Sinirlarni yuvashlariga. O'sha qo'shmaydi bering. O, shirin bolami? Shirin bola aytib ber. Nima edi? Salisa to'yda nima edi boshi? Kim bu bola? Oxirigacha, ha? Hosil qora. Sizlarni yaxshi bilmayman. Qora jintrayib stanirovkada. Shirin bola. Vaqtingiz bola. Bo'lmasa ham siz meniki. Albatta kimdan foydalanmas. So'zini bilmayman. Jonli ijro bo'lib ketdi. Siz mana kimdan foydalanmas. Qog'oz. Bo'ldi. Bo'ladimi? Yetadimi? Bo'ladimi? Yaxshi. Timurga qarsanglar. Ham yutqizdi, ham shartni bajardi. Demak, bizda mana shunaqa ko'tarin kayfiyat davom etadi. Kim paqillatyapti ona bu yerda? Demak, bizda mana shunaqa ko'tarin kayfiyat davom etadi. Bizda ikkinchi shart. Ketdik. Demak, bizda ikkinchi shart. Hozir mana bu yerda 5 ta tensiy koptokcha bor. Bu yerda oddiy qo'shib idish bor. Hozir mana shu yerdan olasizlar va pastga qaratib beramiz va bu yerga tushish kerak. Sekundamer qo'yiladi. Kim tezroq bajarsa o'sha shartimiz. Hammasini kim olib sekundda tushishi. Hammasi. Hammasi tushishyapti. Hammasi shu shart. Qara shu tushundim. Demak, kim bilan shartni boshlaydi? Donoziki. Bu halol yo'l. Donoziki. Aha. Marhamat. Buni bu yoqqa olasiz, qo'lingizga olasiz. Bitta qo'llan. Tayyormisiz? Hamma narsa tayyor, ha? 1, 2, 3 ketdi. Timur olib berib turasan. Ha, qaytar bersin. Qachon tugaganini bilasiz? O, bitta bor. Qachon tugaganini bilasiz? Bitta bor. Hammasi tushirsin. Ha. Voy, emotsiya yo'qotib. Voy. Tezroq ber, tezroq ber. Voy, vaqt ketibdi. Tezroq ber. Timurotmi? Men o'zim. O'zim o'zinglar qilinglar. Yo'q. Mana unga olib turing. O, 33 sekund bo'ldi. Yo'q. Mayli, hech qisi yo'q.
Qiz bola. Mana Hop, yana bitta. ketdi. Yana bitta. Samir nomaksiz deganmidik. Ana hali ham usholmadi. Zo'r! Stop! 53 sekundda Madina bu shartimizni bajardi. Endi joy olishib olamiz, marhamat. Demak, 1, 2, 3 ketdi. Madinaga bas, zo'r, bitta bor. Hop. Bitta bor, davay. Gruppa badishga Timur. Hech kim aytmadi o'zi. Aka qo'lingiz. Menga zo'r. Qani? Omad. Samir omadsiz degan shumidi? Hop. Zo'r, bitta. Zo'r, gap yo'q. O'zi ham basharabni keldi, qo'ying. Xo'p, demak, bu shartimizda Madina 53 sekundda, Timur esa perxod yana 29 sekundda shartimizni bajardi va jazo barabarini Madina aylantiradi. Marhamat. Demak, jazo barabarini Madina aylantiradi. Marhamat. 52 ta davas. Qo'yib tegdi. Hop. Yo, qaytmadi. Birinchi to'xtaganini hisoblaymiz. Birinchi kimdan pul so'raysiz? O'tiring endi marhamat. Men pul so'raymanmi? O'lbodadan rozi bo'ladi. Yo'q. Nega? Mashhurroq shaxsdan. Kimdan sen so'rab berasan? Yo'q, Madinani o'rniga men xuddi shu shaxsni qilyapman. Bo'ladimi? Chokraga yiqilamiz milliy melodiyaga. Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Ben saqladimmi? Shokir aka. Pul kerak. Pul kerak. 100 ming. 100 ming so'm. Karta yozaman aka, xo'p. Ana zo'r ekan. Yana 5 ta tanish qilsang 500 ming so'm bo'ladi. Ko'rsatuvdan keyin ham o'tirib olib. Bu kattalarni tasha tezroq. Ha, chekni ko'rsatishimiz kerak. Bu reality show bu. Zirabcha emas. Yomon bo'ladi yashiring. Tikkancha. Anu, qayr asli jannatiga tashlayman. Otabek aka bu joyini kesamiz. O'zim bilaman. Bering jon. Ha, nima qilish kerak? Nishon qo'yib qo'yadi, ana shu joyini chorniy fon qiladi-da, o'ziga kromni qo'yib qo'yadi. Tushunsan? Intriganing bo'ldi. Shuncha aytib qo'yadi. Bo'ldi. Yoki- O'qiganlar qilganlar yo'q, bunga yuribdilar-da. Kasblar. Bitta ukasi uchun festivalda turib 100 ming Zo'r ekan. Tungi to'xtatinglar, Timur pul so'ragan. Yo 56 to'g'ri. Xo'p, davom etamiz mayli. Faqat chek ko'rsatib qo'yasan, xo'p? Sira tashlashlarimdan ko'rsataman. Demak, bizda 3-shart. Ketdik. Demak, bizda 3-shart. Hozir yana bu yerda 16 tadan magnitlar bor. Qo'linglarga olasizlar, marhamat. Hammasini. Hop, olinglar. Xo'p, hozir bitta qo'yamiz. Xohlagan joyga. Kimni magniti yopishdi? Misol uchun Timur qo'ydi. Siz qo'ydingiz. Siz Timurnikini qo'ygan payt Timurnikini tortib olsa, siz Timurnikini qo'lga olasiz. Oxirida kimni magniti bu yerdan? Tugasa Qo'lidagi tugasa, o'sha yutadi. bo'ldi. Tushunarlimi? Demak, Omad. bizda 3-shart. Ketdik. Boshlaymi, boshlaysiz? Ha, boshlaylik. Bittami? Sizlar noto'g'ri strategiya tanladingiz. Ne? Bo'ldi, o'yin o'yinga oxirida ko'ramiz. Nima biloling dedi, qaysi masofadan Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Hammasi bir xil magnit-ku. Hali ko'p joy. o'ynaverayman. O'tmasinchi. Hammasini tortib olganini olasiz qo'lingizga. Xo'p. Yaxshi. Xo'p. Hozircha yomon emas. Ushadi, ketdi. Yo, bemalol hali ancha joy bor. Bemalol. Nima? Ketasiz. Ishonmang, yomon aka bu. Qimirladi. Qaysi biri qimirladi? Timur qo'ygani bu o'sha. Ta! Qimirladi. Zo'r.
Temur ot shuni shundoq otib ot. Aqli yetmaydi. Ey! Xo'p. Ana Madina vaqtdan unumli foydalandi. Tortmayapti, bemalol qo'yaver, ha? Ketdim. Yo, bu yerlarga qo'yish mumkin emas. Bu tortgani yo'q. Tortyapti mana. Bemalol qo'yaver. Qabul qildi degan eshitdim. Xo'p. Qisib tur. Men yo'q, men uni olmayman. Meni olmaysan, ma. Qo'lingga ye hammasini. Yo, men uni ol. Madinani gal. Va qanaqasiga Madina? Sabr bilan yopishtir deymi? Sabr beringchi. Nima bo'ldi? Menimsan? Ket o'ynaman men. Qo'lingizda nechta qoldi? 5 ta. 6. Sen nima qilyapsan? Ketmaydi. Vo, bu yo'moylandi mana bunisi. Hop, Timur. Yo'q, qolmayman cho'ja. Yo'q, qo'ysam bo'ladi. Bemalol qo'ysa bo'ladi. Bekordan bekor 10 ta. 32 ta bo'lmagan. Yo'q qo'ying-da. Shu bilan keyin hisoblamasdan. Men sizga ishondim men hozir. Mana qildingiz, men bundaroq qo'ying. Davay 5 tani yo'q qilamiz. Ha? Siz bu yoqda raqamdalik shart emas, yutish kerak bo'ldi, tamom. Har bitta bundoq chiqmas uchun. Xo'p, davay davom etamiz. Sen unga qiyin bo'lish uchun joyni kamaytirishing kerak-da. Qara qo'yayotgan joyingni. Soatini qo'yapsan? Yo'q, mumkin emas, X bor. Nechta qoldi? Ha, bo'ldi. Habib. Qo'ying-da endi. Hozir hammasi yopishdi, maza Yo'q, qilib. mayli, desligim hadi. O'ynashtirildi. Qara qo'yayotgan mana joy. 3 ta yopishdi. Ketdi. Yopishib ber. Yo'q, ulan. Ata, qo'yib degani. Zo'r. No, ovadan o'ynaveramiz. Timur! Ho. Sen o'rganib qolding, ha o'zing? Ko'p o'ynab nima qilib yuribsiz? Xo'p. Mana shu o'rtasi bosh. Qo'yavering shu bo'ladi. Menga qayerda sovet qilasiz? Yo, men keyin tortib olsam men urishma. Tortarkan. Uchtasi tort. Tekdi. Magnitni o'zini tomonlari bo'ladi, qaysi tomon tortmaydigan tomoni bo'ladi. O'shani topishib qo'yish kerak. O'yganim yo'q. Sen nimaga aylantirasan mana buni qilib? Qaysi magnit? Qayta tomoni tortadi. Qayta tomoni tortmaydi. O'yzetdingiz, u qayta tortarkan qildi. Voy! Rahmat. Nechta bor edi qo'lingizda? Bitta. Bitta qoldimi? Tushla qol. Ketdi. Tezroq o'rtani yo'q. Nechta qoldi? Gap yo'q. Demak, bosamasi. Nay, qo'y chiqar. Demak, bu shartimizda Normachi Timur yana yutqizdi va baraban aylantiradi. Ketdik. Demak, afsuslar bo'lsinki, faqat o'zing shart bajarasizlar, ha? Ha, yo'q, boy yutqizdim, men bajarib berdim endi. Aha. Sherlik el, gentleman. Bu demak, 3-marta barabanni aylantiradi, 2-marta. Ketdi. Sinmasa bo'ldi-da oxiri. Hop. Mana undan keyingisi. Voy, yaxshi. Shart yo'qmi? Yaxshi. Ha! Omading kelib qolsin. Ha! Demak, endi 4-5-shartda 100% jazo baraban aylantiriladi va jazo bajariladi. Chunki bu yerda hozir pul qolmadi. Instagramda qalampir bor, limon bor. Misol uchun qaranglar, hozir mana bu uchrashib turgan stiker tushadigan bo'lsa, limon. O'yindan. Agar misol uchun pul tushib qolsa Instagram. Shundaylar, to'g'rimi? Demak, bizda tantanaviy 4-shart. Ketdik. Demak, bizda 4-shart hozir mana shu doska turib oldimizda.
Qora tomondagi sen qora toshchalarni, siz esa oq toshchalarni shirik tomonga ko'chish kerak. Tushundim. Qolmasligi kerak. Qolmasligi kerak. 3 daqiqa vaqt beriladi. Shu to'g'riroq. 3 daqiqa vaqt beriladi. Agar misol uchun sen 5 ta toshini bitta o'tkazib bo'lsang, 3 daqiqa kutib o'tirding. Ha, 3 daqiqa shundoq tugaydi. Agar o'tkazib hammaniki tugamay, короче, tayyormisizlar? 1, 2, 3 ketdi. Ya. Davay. Sen oqlanib yo'qotsang bo'ladi. Yo'q, yo'qotmasam. Vooo! Davay! O'zi qaytarib jo'natdi. Siz mo'ljalla. U zo'r. Yaxshi. Davay Madina. Zo'r. Ya. Davay. Qattiqroq. Zo'r. Bittasi. Nimani ko'tarib Zo'r. Yana bitta. qo'lim nasab bo'lib ketdi. Zo'r. 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi va bu shartimizda ham Madina g'olib bo'ldi. Tabriklaymiz. Ha? Ne bu emotsiya yutdi-yu, to'g'rimi? Hammasi halol, haqqoniy bo'ldi. Demak, bizda Ferxod, marhamat Timur qani? Bu ham aylanib to'xtab, sanam chalsam. Xo'p, demak, limon, marhamat. Faqat bizda bitta shart, po'stlog'i bilan yeyish kerak. Chunki po'stlog'i ham foydali bo'ladi, hech qanaqa zarar tomoni yo'q. Ya, yoriysan. Emotsiya. Lekin ko'rgan odam yegisi keladi qanaqadir. Kattaroq. Qani. Voh. Ya, bo'ldi. Demak, bizda 4-shart ham o'z nihoyasiga yetdi. Shartni bajardi. Endi esa navbat 5-shartga ketdik. Davay! Demak, bizda 5-shart. Hozir qo'lingizda ikkitadan toshcha bor, bu yerda raqamlar bor. Tashlaysizlar. Ikkita tosh tushadi-yu, misol uchun. 2 bilan 4 tushdi. Bu yerda 2 bilan 4 ni olishing kerak. Kim yiqib olsa o'sha yutqazadi. Tushunarli? Agar tushunmagan bo'lsangiz tomoshabinlar, hozir shart davomida tushunib olasizlar. Demak, kim birinchi boshlaydi? Sizlar zo'r yozdi. Men har doim do'nimizga e'lon qilardim. Qani marhamat. 5, faqat 5 ni o'zini olasiz. Qani 5. O'ta, Qani 5? Deb asmasam bo'ladimi? Yo'q, zo'r ekan-da. kelayotganimda yutqizgani chaqirdim seni. Yutqizib ketdi. Tushuntirdim to'liq. Xo'p, davom etamiz. Sen bu yutqizasan. 2 va 1. Day, hop. 1 va 3. 3 ni o'zini olasiz faqat. Mana. Qani? Bo'li, turay. 21. Men o'zim xohlagansan. Yaxshi. Zo'r. 50. Yo'q. 59. Boshqadan tashlaysiz. 59 bormi? 59. Qani? Yo'q, 59 yo'q. 44. 44 bor. Mana o'rtasi omadga keltiradi. Ikki tomondan itariyapti. Nima ko'tarmoqchisiz bo'ladi? Xatga chiqadi. Bitta tomon. Ha, zo'r mana. Tushib ketadi. Bir taraf bilan 44, bir taraf bilan pastligini jo'g'im.
Ketib tortaveramiz. O'zini ham olib keldi. Yo, boyagi taktika zo'r. To'xtang. Nima hali? Uzunman. Boyagi taktika zo'rdir lekin. Ular o'zing qilishyapti. Mana jadal ol. Qancha yor chinjilar ulatdiq. Tortib oladi Madina. Hop, zo'r. Bu yer qachon tugaydi? Mana 42. Mana shu. Bu omadda kelyapti, cho'ti yondagilar chiqdi. Lekin bu yiqitishi mumkin bu. Voy, yiqitadi. Yiqitadi, точно yiqitadi. Yiqitdi. Uddala bo'lmas, topshiriq bo'lib ketdi-yu, marhamat. Kimga? 24. Qanaqadir yo'q zo'rmiz. Pastagini ushlang bo'ldi, oxirgi yiqilmasa bo'ldi. Ey, gap yo'q, zo'r. Kim bu? Yo'q, oltini o'zini olasan. Xonali son chiqdi. Yo'q, oltini o'zini olasan. Ye. Yiqitsayding ish bo'ldi. 21. Mana. Voy. Xatomi deyman? Qoqindim. Davay. Men taktika qatnashaman. Bu jamoaviy o'yin emas bu. Ye. Yo, o'zimniki tushib ketdi. Ha! Yo, dubalam. Sekin olsa dubalam. 23 tortib olmaydi, 23 tortib olmaydi. Qilyapsizlarmi aka birga? Davay. O'zi bu tomonga tortib, zo'r taktika shu. Qo'qda zo'r, mana 27 tushib ketadi. 22 ni tortyapti. O'buganinglardan yiqilmasa bo'ldi. Madina. O'buganinglardan yiqilmasa bo'ldi. 23 tortavering, joyiga qaytarib qo'ying. Katta! 23 qaytarib joyiga sal tortib qo'ying. Mana 23 dan 19 tortgan. Mana. Day, o'buganinglardan yiqilmasa bo'ldi. Olib beraymi? Bo'ldi, stop. Stop, oxirgi lahzalar qani? Davay. Zo'r! Zo'r! Necha tushdi? 51. Sekiroq. Biz shuncha mehnat qilyapmiz. Aralashmang men uyimga. Zo'r Timur. Yaxshi. o'n ikki. Qiyin bu ham lekin. Zo'r! Ladies and gentlemen, don't see the red corner. In a winner. Hakamlar yordam bergan qaror bilan bo'lsa ham, mayli. Gap yo'q. Timur Normatov g'olib bo'ldi va barabanni Demak, izlab birinchi chaqiruvchi vosga yetdi. Shartni Madinaxon bajaradigan bo'ldilar va baraban aylantiriladi. 1, 2, 3 ketdi. Zo'r, azizlar, eslatib o'tamiz. Ko'rsatuvimiz homiysi Al-Sadiqan Mobile. Little Toys. Demak, limon bajarildi, pul bajarildi. Bizning Instagram sahifamizga umrbodga obuna bo'ling. Umrbod qaytarib olib bo'lmaydiganlar. Madina o'zi pastga umuman tichkiga tashlamaydi. 27 tani 26 dan 28 ta bo'ldi. bo'ldi. Biz aynan mana shu shartni o'zim ham juda yaxshi ko'raman. Bo'ldi o'rtoqlar, mana shart bajarildi. Madin telefonni o'chib qolganligi uchun shartni men bajarishga qaror qildim. Qani marhamat, qarsanglar. Taktika Bu umrbod qaytarib olib bo'lmaydigan подписка. Umrbod. gapi. Men qaytarib tashlamayman, eng qiziqsi. Yo'q. Xullas, podpischiklar bu shartni ham Timur o'z bo'yniga olib bajardi. Uyga bormadingni ham bajarib olgan, aytib qo'ydim. Bo'ldi, Madina bajaradi.
Demak, hurmatli kuzatuvchilar, shu yerga kelib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga afsuski yetib qoldi. Bilaman, hammanglar siqilib qoldinglar. Bu hamma narsani boshi bo'lganda yog'i ham bo'ladi. Sizlarni quruq yubormaymiz albatta. Qo'llaringizni yuboring. Demak, Bu bizga hammadan voy yo'q deysiz. ko'rsatuvimiz homiylari Al-Sadiqa Mobile do'konidan sizlar uchun arzimagan sovg'a, to'g'risi. O'rtoqlar, aslida men bu brenddan xabarim bor. Hammaga maslahat beraman. Telefonlar hammasi takoy lyuks ijara kachistli holatdagi. Boshlang'ich to'lovsiz qilib berishadi, shuningmi? Boshlang'ich to'lovsiz. Boshlang'ich to'lovsiz qilib O'zim ham xudo xolasa komandan bilan foydalanaman. Nasibxonlarga maslahat beraman. Al-Sadiqa Mobile. ishonchli tanlov, ishonchli tanlov. Boshqatdan. Al-Sadiqa Mobile ishonchli tanlov. Ular o'rtoqlar ko'rdinglar, shartlar orasida biz juda ko'p o'yin o'ynadik va o'sha o'yindagi bizga yordam bergan har bitta o'yinchoqlarni biz Little Toys do'konidan olganmiz. Har bittasi kachistli holati sizlarga yoqadi, eng muhim farzandlarga yoqadi. Maslahat beraman, olinglar, o'zinglar ham farzandga qo'shib o'yning. Albatta, bu o'yinlar farzandlar uchun emas, kattalar uchun ham bemalol bo'ladi. Arzimagan narxda shunchaki zakaz qilasiz, uylarga olib kelib berishadi. Yo'q, 65 ming, 70 ming so'mga shunaqa mazza qilib hordiq chiqarsanglar bo'ladi. Sizlarga yaxshisini maslahat berdim. Pastdagi raqamlarga murojaat qilinglar. Karat video foto studiyasiga o'zingizga javobchiligimizni bildiramiz. Sababi bu yerda 15 dan ortiq bemalol syomka qiladigan Studini formatdagi eng zo'r qulay narxlardagi studiyalar mavjud. Kelinglar, syomka qilinglar. Meri, Midislarni, ana farzand tug'ib qo'yganda ko'rsanglar bo'ladi, ko'k, qizil shu nimalar shariy olib. Vinetka ham. Vinetka. Fotosessiyalar ham. Fotosessiya kelsanglar bo'ladi. Asakana so'rasanglar, ba'zida yana gaplarga o'tirsanglar bo'ladi. Hurmatli homiylar, sizlarning yana $100 berishinglar kerak, chunki Temur Normatov sizlarni e'lon qildi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, ko'rsatuvimiz shu yerga kelib o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuv haqida fikrlar, samimiy, hech qanaqa ko'pirtirish, yoki maqtash shart emas, samimiy. Nima yoqdi, nima yoqmadi, bemalol. Zo'r hammasi menga o'yinlar yoqdi. Samimiy dedim. Xo'p, o'yinlar yoqdi. Xo'p, yana yoqqan tomonlar. Anchalik savol. Aha, tushunarli. Hop, narsa qizil narsa ko'p bo'lsa zeriktiradi. Shu taraf bor, hamma o'yin qizilda, yo'qda. Masalan, qizil narsalar ko'p. Orada zerikarli, ya'ni boqib ba'zi narsalar, ya'ni zerikarli narsalarni qo'ysa odam qiziqishi mumkin. Keyingi shartdagi. Hamma narsa qizil, juda uzun. joyini kesamiz, hurmatli Otabek aka. Samimiy. Uchinchi shartda bo'ldi. Masalan, sen taklifingga binoan, uchinchi shartda kim ko'p jim o'tirishi o'ynaymiz. Zo'r bo'ladi. Ideya? O'lmaydi. Ha? Temtan pastga qarab qo'ying. Shunday qilib ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan yana ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Balalar komandasi. Ehtiyot bo'linglar. Ijorat qiling. Charchamaylar. Ana,